Sirdaryoda ko'p qavatli uy tashqarisida qo'shni ayol tomonidan kaltaklangan bola voqeasi hali ham ijtimoiy tarmoqda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Biz aynan kaltaklangan bolaning onasini izlab topdik. Ayajon birpas hovliga chiqay o'ynagani dedi. Bolam ko'chaga chiqib, o'sha o'rtoqlari bilan o'ynab turgan, gaplashib turgan, u bolachalar o'zlari tegingan. Teginma to'pimga degan. Keyin ikkalasi urushib ketishgan uni o'g'li bilan. O'g'lim u bolani burniga urgan bo'lsa kerak, qonagan. Onasi chiqib, "Ha yo'q, be yo'q, men bilan gaplashish yo'q, nima bo'ldi?" deyish yo'qda kelib do'pposlab urib ketganda, bu vahshiylarcha urushda, bu o'pkasiga gursillatib urgan, boshiga urgan. Qanday ayol u, qanday ona. Voqea sodir bo'lganidan so'ng ayol darhol farzandini shifoxonaga olib borgan. Xo'sh, ayni vaqtda bolakayning ahvoli qanday? Hozir o'g'lim juda qattiq qo'rquvda qolganda, men ko'chaga chiqishga qo'rqayapman endi deyapti-da. Qonun doirasidagi hamma chora ko'rilsin. Bu qanaqa onaki, qanaqa ayol, qanday bunchalik toshbag'ir, hali o'zimga kela olmayapman. Meni bo'g'gan payti men qo'rqib ketdim. Men o'lib qoldim deb o'yladim. Deb rosa yig'layapti-da, men qo'rqib ketdim. U ayol shu domda yashayotganini biz birinchi marta bildik. Yashamasin bizni domda. Chiqib ketsin, bizga ziyoni tegyapti uni. U aybiga iqror emas. Qanaqa chora ko'rilishi kerak bo'lsa, hammasini so'rayman men. Ijtimoiy tarmoqlarda o'g'li bilan urushgan bolani kaltaklagan ayol tasvirlangan video xabar yuzasidan holat bolalar ombudsman tomonidan nazoratga olindi. Aniqlanishicha, joriy yilning 15-may kuni Sirdaryo viloyati Guliston shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro farzandini tengdoshi bilan urushganini eshitib, go'yoki shu sababli voyaga yetmagan bolani ayovsiz kaltaklagan. Hozirda holat yuzasidan Guliston shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlandi. Bu borada qo'shimcha tarzda axborot taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari taqdim etgan ma'lumotda holat nazoratga olingani aytilgan. Demak, biz dasturimizning keyingi sonlarida bolakayga qo'l ko'targan ayolga nisbatan qanday chora ko'rilgani haqida ma'lumot beramiz.